Assalomu alaykum. Oldingi safar mana buni yondan chiqqan modelni obzor qildik. Endi o'rtadan chiqqanini ham so'rashdi, obzor qilyapmiz. Bu Sab brendiniki bo'ladi. Shimjiniki ham почти parametrlari bir-biriga juda ham yaqin. Shuning uchun mana Sab modelini obzorini qilamiz. Buniki главный o'sha hojatxona uchun kiradigan turbasi o'rtadan chiqqan bo'ladi. Juda ham hadovoy modellardan bittasi. Qolgan misol uchun dushovoy yoki rakvinadan ulamoqchi bo'lsangiz, ikkita yondan kirgizsangiz bo'ladi. Misol uchun bir tomondan qasddir ulab turib qolgan tomoni kerak emas bo'lsa, o'zini ichidan hop, zaglushkalari chiqadi. Shu yoniga sразу burab qo'ysangiz tushadi. Apparatning klapanlari chiqadi. Ulash uchun. Hop, agar 100 talik mana o'rtasiga kerak emas bo'lsa, bunga ham mana zaglushkalari bor, o'zini hamotlari hammasi komplektida chiqadi. Buni ulanishi qanaqa bo'ladi? Kitobchasi ko'rsataman. Hop, mana. Ulanishlari hojatxonaga pramoy, mana shu o'rtadan chiqqani orqasidan ulanadi mana. Pramoy chiqib ulanadi. Misol uchun mana rakvina yoki dushdan bo'lsa, yonidagi ikkita kichkina elitali turbasidan kirgizsa bo'ladi. Misol uchun bir tarafga ulab turib, yo'q kerak emas bo'lsa, zaglushka qilib qo'yiladi. Tepasidan mana shu joydan chiqib ketaveradi. Ichida обязательно pichoqlari bo'ladi buni. O'rtasida ko'rinyapti bo'ladimi? Pichog'i bo'ladi. Salfetkadan tashqari qolgan hamma narsani maydalab chiqarib tashlaydi iloji boricha. Buning ichiga o'sha suv, o'sha axlat tushganda o'zi avtomatik ishlab chiqarib tashlaydi. O'zi aqlli. Buni yana katta modeli ham bor, 800 vatli. Bu 400 vatli modelimiz. Mana parametrlar 135 litr suv chiqaradi. Unga qaraganda suv ko'proq, 8,5 metrgacha, podachasi ham balandroq. 90 gradus issiqlikgacha chidolaydi. Ovozi 35 dan 45 detsibelgacha chiqadi. Ovoz juda ham past. Ko'rinishlari Sab brendiniki. Bunga ham rasmiy kafolatlari bor. Kimga kerak bo'lsa 97 760 o'z raqamlariga aloqa qilsangiz, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kattalarni endi keyingi videolarda obzorini kutib qolinglar.